Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga har xil assortimentdagi, har xil turdagi drabilkalarimizdan yetib kelgan. Bularimizni hozir tushuntirib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qo'ldi, quruqdi, qaysi biri chiqaradi, o'shalarni aytib, tushuntirib o'tib ketamiz. Birinchi turgan drabilkalaring jodi, 6 pichoqli jodi deyiladi akalar, ko'rishlaring mumkin. Bunimizni pichoqlari 6 talik, mana pechatli pichoqlardan qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. O'ziga xashakni tortadi, bu ham xashak tortadiganlari hamda maydalab o'tib ketadiganlari bor. 6 pichoqli jodi. Bunimiz silyos ham qilib beraveradi, somonlarni ham chiqarib kesib beraveradi. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari 3 kilovatli motorlardan qo'yilgan. O'zini mana toklarni ko'rsatib turadigan datchilarigacha bor. Kabellari mana o'zidan motorda o'zida chiqadi. O'ziga 5,5 kilovatli yozgan birkalariga 3 kilovatga to'liq javob beradi akalar. Skorslari bo'ladi bunimizda, mayda hamda yirik kesadigan skorslar bo'ladi. Mana shu pichoqlarimiz original pichoqlardan qo'yilgan, mana pechatli bo'ladi. Bunimizni bolt keki orqali almashtirib ishlatsalaring bo'laveradi keyinchalikka. Xo'p. Bunimizga aytib o'tganimdek, qo'lda ham, quruqda ham chiqaraveradi. Ikkinchi variantdagisi, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi 2 million so'mdan boshlanadi. Sifatiga, motoriga qarab o'zgarib boraveradi akalar. Bunimiz lentali drabilkamiz bo'ladi. Lentali drabilkamiz 1.25 cm-ligidan bo'ladi. Bu lentalari shu yarmigacha joylashgan bo'ladi. O'zi bu lenta orqali olib kirib ketadi. Mana pichoqlari bunda ham 6 pichoqli, splashnoy pichoqlardan qo'yilgan, butun pichoqlardan qo'yilgan. Oldida mana 11 talik pichoqlari bo'ladi. Qo'shimcha 11 talik o'sha pichoqlari bo'ladi. Bunimizda ham mayda yirik kesadigan skorslari bor. Bunimiz ham o'zi lentadan keyin yana tortib olib ketadigan mana shunaqa vallari bo'ladi akalar. Bunimizning narxlari 3 million 200 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha bor. Bularimiz boshlanishi motoriga qarab, motori katta kichikligiga, misli alyuminli holatiga qarab o'zgarib boraveradi akalar. Bunimiz do'konimizga yangi kelgan, o'sha ko'pchilik so'ragan lentali drabilkamiz bo'ladi. 1.70 cm-ligidan lentalarni ham ko'rishlaring mumkin. Ancha uzun qilib ishlangan. Uni bilan buni ancha farqi ham bor. Mana ko'rinishida ham. Bunimizni lentalari ancha uzun, og'zilari ham ancha katta qilib ishlangan. Ko'rishlaring mumkin. Pichoqlari ham 6 pichoqli, qo'shimcha oldida ham mana pichoqlari bor, jatka pichoqlari. Bu kirgan makka poyalarni yanada bo'lib silyos qilib beraveradi bemalol akalar. Pichoqlari ham original pichoqlardan, pechatli pichoqlardan qo'yilgan. Bunimizni ham skorsiga qarab mayda, yirik qilib kessalaring bo'laveradi. Sotani ham bemalol o'tkazib chiqarsalaring bo'laveradi. Bunimiz prujina orqali tepaga pastga tushib, sotani ham o'tkazaveradi. Bularimiz narxi 3 million 800 ming so'm aksiya narxda bemalol do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin. Hamda universal drabilkalarimizdan yetib kelgan. Ko'pchilik hozir do'konimizdan xarid qilgan qizil universal drabilkalarimiz ko'pchilik biladi. Pichoqlari original, listlari o'ta qalin qilib ishlangan. Bunimizda ham ikki xil variantidan bor. Ariol firmaniki bor, o'zimizda o'sha Xitoyda ishlab chiqarilgan, ikkalasi ham zavodskoy drabilkalarimiz bo'ladi. Bularimiz narxi 3 million so'mdan boshlanadi akalar. 3 million 300 ming so'mgacha bor. Motoriga hamda sifatiga qarab narx-navolari o'zgarib boraveradi. Bunimizda ham o'sha motorlari 5.5 kilovat yozilgan akalar. Xo'p, tepasidan ham tashlasalaring bo'laveradi, dollaringda, bug'doylarda. Yonida ikkalasini ham qo'shimcha, yonida o'xirlarigacha qo'shib beriladi komplekt holatda. Bunimizda ham xohlasalaring tepadan, xohlasalaring pastdan xashaklaringni, dollaringni chiqarsalaring bo'laveradi. O'zimizda chetlarda ishlab chiqariladigan samodelniy drabilkalarimizdan ham yetib kelgan. Bularimiz narxi 2 million 200 ming so'mdan boshlanib 2,5 million 2 million 700 ming so'mgacha bor. Motorlari 2 xil, 3 xil variantda kelgan akalar bularimizni. Setkalari bo'ladi. Universal drabilkalarimiz setkaga qarab xashakni, donni chiqarishga mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, kimga dumaloq variant, kimga to'rtburchak variantidan kerak bo'lsa, hamma variantlardan bor. Narx-navolarni aytib o'tib ketdik. Kimga qanaqa drabilka kerak bo'lsa,
Manzilimiz Qo'qonda, Saxiy do'koni, bemalol murojaat qilaverasizlar.